Sharqi Turkistonda zulm davomlashayotgan bir paytda Xitoy mediasi zulmni yoshirishga urinish bilan birga atalmish Xinjiang, ya'ni Sharqi Turkistonga baxt va tinchlik ilib kelganligini xabar qilmoqda. Xitoy televiziya va gazet jurnallari Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonga baxt va muqimlik ilib kelganligini, rayondagi xalq uzundan buyon kutayotgan baxtga erishganligi haqida xabar maqolalarni e'lon qilmoqda. Uhay. Xiao, lai. Kuay. Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdujilil Qarqash Xitoy hukumatiga keskin ifoda bildirib mundaq dedi. Xitoy hukumati Sharqi Turkistonda yillardan buyon davomlashayotgan zulmni qatma-qat oshirib, 5 million Uyg'urni lagerga qamab, 100 minglagan balani yetim qoldirib, rayondagi turklarga eng ochiq kunlarni yashatmoqda. Bu zulmlarga qarshi dunyo jamoatchiligiga Sharqi Turkistonga tinchlik va baxt elib kelganligini da'vo qilmoqda. Sharqi Turkiston xalqi Xitoy ishg'oliga tushib qolgandan buyon hech bir zaman tinchlik va baxtni his qilib boqmadi. Xitoyning asir lagerlarida qanchilgan Uyg'ur va Qozoq hayotidan ayrilib, muddatsiz qamoq jazolariga uchirgan bir vaqtda Xitoy tarafdorlarining bunda xabarlarga ishonishi tasavvurmi qilib bo'lmaydi. Sharqi Turkistonlik Qozoq Galimbek Shamgan Xitoy yig'ilish lageridan qochib, Tayvanda aeroplan olmish orqali Olmutoga qochib keldi. Lekin Qozog'iston Galimbekning kirishiga ruxsat qilmadi. Orqadan O'zbekistonga uchishga majbur bo'lgan Galimbekning Toshkentga manganligi, lekin hozir aerodromda to'xtatib qo'yilganligi ma'lum. Xitoy diplomatiya xodimlarining Galimbekni qaytarib ketish uchun rasmiy urinishlarda bo'lganligi bildirildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamal Qashqchi jinoyatini Saudiya Arabiston doiralarining planlaganligini va Saudiya Arabistonning Turkiyaning jinoyatni pash qilish tirishchanligiga jiddiy shaklda parakandichilik solganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatıning sudsiz va xohlagancha o'lim jazosi berishga mas'ul xodimi Kalamarda Jamal Qashqchi jinoyati haqida Birleşken Devletler Teşkilatı boshchiligida ilib berilgan xalqaro tekshirishga doir dokladda Turkiyadagi vazifam jarayonida yig'ilgan dalillar Qashqchining Saudiya Arabiston davlati tarafidan planliq va vahshiy bir shaklda o'ldirilganligini ko'rsatmoqda dedi. Amerikaning Yevropa ittifoqidagi bosh elchisi Gordon Sondland jami davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qiymatimiz 40 trillion dollar. Bu Xitoyga iqtisodiy, istixborot va harbiy sohada qarshi chiqishga yetadi. Bu sababdan Amerika va Yevropa ittifoqi Xitoyga qarshi kuchini birlashtirishi kerak dedi. O taraflar orasida Yevropaga foyda elib keladigan bir savdo muvozanatining borligini ta'kidlab, Amerika va Yevropa ittifoqini tez bir shaklda savdo sohasidagi masalalarni hal qilish kerakligini bildirdi. Büyük Birlik Partisi raisi Mustafa Destici, Xinjiang emas Sharqi Turkiston dedi. O, Sharqi Turkiston g'ulji qatlami va jazo lagerlari nomli yig'inda qilgan so'zda Xitoyning Sharqi Turkiston xalqiga qaratgan zulmini yaqindan buyon kuchaytganligini ta'kidladi.